Assalomu alaykum obunachilar, yaxshimisizlar, deymizlar. Biz ishni boshladik. Kech bo'lishiga qaramasdan. Ana bizni karkas tepadan bollardan ushlayapmiz. Bitta samarga qotirilgan. Plastik urushni boshlaydi. Har Aleksanderga profil bo'lyapti. Ikkitadan samarga har bittasiga. Chetlar, uylari. Uylar qanday chiqyapti? Yopishtirgan shunday holatda chiqarib chiqarildi. Ko'rayotgan bo'lsangiz, hech qayerda samarga urilmagan profilda. Yopishgani qarang. Mustahkam. O'zini germetiki bor. Mustahkam ishlaydi. Ham baquvvat qursa germetik shishaga o'xshab qoladi. Karkasimiz. Mustahkamligiga javob beramiz. Har bittasi profilga olingan samarjlari hammasi mustahkam hisoblanadi. Birontasi ko'z boyamachilik emas. Ishimizga javob beramiz. Kimga shunaqa mustahkam ish kerak bo'lsa, bizga aloqaga chiqinglar. Sizga bundan yaxshiroq ham taxlab beramiz. Joyingizga qarab, kafelingiz teshmagan holatda taxlab beramiz. Ko'rayotgan bo'lsangiz, kafelning bironta yeri teshilmagan. Buni teshish iloji bo'lmadi. O'sha shunday urdik. Bu ham mustahkam chiqadi, ham kafelingiz butun. Agar mabodo kafel yorilsa agar bir treshni bersa, beri ko'rinib qoladi. Stikka chiqib qoladi, sinsa. Tagi kafel bo'sh bo'lsa. O'sha uchun shu klidan foydalanamiz faqat. Shisha kabi bir kun ichida shishadek bo'ladi ana bu. Ko'rdingizmi? Bu shunaqa ko'rinadi ana. Qanday? Shunaqa ana. Shular bo'lsa, tamam, qo'yib yubormaydi. Shunaqa germetik. O'zini maxsus germetiki bor. O'shani uryapmiz. Bizga obuna bo'lib qo'yinglar. Hech kim obuna ham bo'lmayapti. Ko'rgan videolarimga like ham bosmayaptilar. Like bosib qoling. Obuna bo'lib qo'ying. Ko'p kishi ko'rish uchun